1.320.000 so'mga aka uloq baraka bo'libdi. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, kanalimiz kuzatuvchilari. Mana bugun 2025-yil 30-noyabr, hafta kuniga yakshanba. Mana bugun biz Surxondaryo viloyati Boysun tumanida joylashgan Boysun chorva mol bozoridamiz. Bugun bozorda sotiladigan qo'y, qo'zi, uloq, eshiklar haqida ma'lumotlar berib borishga harakat qilamiz. Bo'g'iz sog'liqlar haqida, qo'zini qo'ylar haqida ma'lumotlar berib borishga harakat qilamiz. Sizlardan kanalimizga qo'zini qo'y nechib bo'ldi ekan bu? Kanalimizga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, like bosib, kommentariyada o'z fikrlaringizni qoldiring. 3.800.000 so'm bo'pti. Maydaroq qo'y ekan. Bolasi qo'shqormi, urg'ochmi? Qo'shqor qo'zisi bor ekan mana. Aka qo'zini qo'y nechib bo'ldi ekan? Qo'zini qo'y nechib bo'ldi aka? 4.5 nech pul? 4.500.000 so'm savdosi bo'lyapti. Qo'y qarim aka? Ha, qariroq qo'y ekan, keksaroq qo'y ekan. Siz nech pul baho qo'yapsiz? 5.500.000 narx aytilayotgan ekan, 4.500.000 so'm savdosi bo'pti. Sal yoshi o'tgan qo'y ekan. Barakasini bersin. $35. Aka maqsad qaytarish bo'lsa, 4 dona nima aytib turing. Maqsad qaytarish. Nech pul deyapsiz akasiz? Qo'ylar nech pul deyapsiz? 5 milliondan baho qo'yilgan ekan. Aka nech pul so'rayapsiz? 5 dan chiqdi. 3.500.000 dan so'rayotgan ekan. Yosh qo'ylar. Nech pul so'ragan aka? İşanmaysizmi? Olamiz aka. Yesham bobo so'rab ketdi. Bermadim. Bilinmasa bilinadi. Yesham bobo. Yesham bobo keldi. 7 tane so'radi. Bir o'zi bitta olaman dedim, bitta odam 6 ta olaman dedi. 1.200.000 qildi ham bermadim aka. Sizga yolg'on gurum kerakmas. 36 tane. Bosh. Bitmaydi ular. 36, 7 ta. Qara o'tib ketaylik. Shuni men chekaman. Aka uloq. Uloq 8 ga. 8 ga oldi. Urg'ochmi? Urg'och uloq. 8 ga baraka. Mana shu bachchani olish kerak-da. Qo'y nech bo'lyapti, qo'y? Chiqqanda bu. 10 million so'm bo'lyapti aka. Siz nech pul deyapsiz? Nech tuxum qo'y aka bular? Bir tuxum, ikki tuxum qo'ylar ekan, 12 million deyilgan ekan, 10 million so'm savdosi bo'pti mana. Aka nech pul olindi bu? 4.500.000 so'm oldi mana. Qo'shqor qo'y. Nech puldan bo'lyapti ekan qo'ylar? 7.5. 7.5 dan? Aytilayotgan ekan. Aytadi endi. 7.5 dan. Savdosichi? Kimdan aka bu? Nech pul savdo bo'lgan aka budan? Ha? 8 dan. Ko'tara. Ko'tara bir joyda 5.200.000 so'mdan savdosi bo'libdi. 7.5 million narx aytilayotgan ekan. Nech tuxum qo'ylar aka bular? Soq, chori qo'ylar ekan. Osh bo'lsinlar, zo'r qo'yar. Barakasini. 5 million qo'ygan savdosi bor. Bu qo'zilar nech puldan bo'lyapti aka? 26 ga borib qoldi. 2.600.000 ga borib qoldi. Siz nech pul baho qo'yapsiz? 3 million so'mdan baho qo'yilgan ekan, 2.600.000 dan savdosi bo'ldi. Hammasi qo'shqor qo'zilar mana. Aka qo'ylar nech pul bo'lyapti aka? Ular 5.5 million. 5.500.000 dan deyapsiz. Savdosichi? Aka nech pul so'rayapsiz qo'ylarni? Bu yoq 5.5 ni boqyapmiz.
To'rtdan beraman deydi. Ha, so'raydi endi aka, bozorda bu. 5,5 dan baho qo'yilgan ekan, 4 million so'mdan savdosi bo'layotgan ekan mana. 5 tasini 4 milliondan so'rayapman. 5 tasini. Bu haftadan saytim. Bo'laveradi. Gap pulni sanashda. Aka, siz telefon nomerini aytib qo'ying-da. So'raganlar bo'lyapti, qo'y so'raganlar. 97lik 842 842 25 52. 25 52 25 52 shu nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Mana akada qo'y ko'p bo'ladi. Boysun baraka aka. Boysun baraka yetib kelamiz. Ikkita bo'lsa mayli. Nechmi bo'lyapti aka sog'liqlar? Nechmi savdo bo'lyapti? Bu nechmi so'rayapsiz? 3 million 300 bo'lyapti. Bunisimi? 3 million 300 ming so'm so'ralayotgan ekan. Aka nech pul deyapti? 800 deyapti. 3 million 800 deyotgan ekan. Qari qo'ymi? Ha. Qari qo'y ekan. Shunday aka. Meninam qishetini yemaydi. Bu qo'shqorlar nech pul bo'lyapti aka? Nech pul bo'lyapti savdosi? 7 million so'mga 10 million deyapsizmi? Oldingizdagini 10 million deyapsizmi? Mana bular 7 million so'm narx aytirilgan. Mana bunisiga 10 million so'rayapsizmi? Ha, 10 milliondan baho qo'yilgan ekan. Savdo ham bo'ldimi aka? Savdo bo'lmoqda. Bu qo'zilar nech bo'lyapti aka? 4 milliondan deyapti. 3 million 400 dan so'rashyapti. 4 million so'mdan narx qo'yilgan ekan. 3 million 400 dan savdosi bo'ldimi aka? Savdosi bo'ldi mana. Qo'chqor qo'zilar buni. Aka nech bo'lyapti bu qo'chqorlar? Qo'shqo'lar Ardi bozor aka. 5,5 million, 5 million 300. 5 million 500 dan. To'g'ri qo'shqor aka. 5 million 500 savdosi bo'ldimi? 5 million 350 bo'ladi. 5 million 350 ming so'm savdosi bo'ldi. 600 bo'ladi. Bunisi 3 million 600 ming so'm savdosi bo'ldi. Yerlik eki bo'l, yerlik eki ber deyapti. Yerlik bir beraman deyapti. Qoring mana. Mana bo'g'oz tusoq. Qo'ldasham savdo qilgan. 5 million 100 ming so'm savdosi bo'layotgan ekan mana. Mana shu odamni o'zini ham Nech pul deyapsiz aka siz? 5,5. 5 million Yerlik eki bo'lsa oldi. 500 ming deyotgan ekan. 52 bo'lsa baraka deyotgan ekan. O'zi og'irlashib qo'ygan ekan ha o'zi. Yegis tuvardi. Mana savdosi bo'layotgan joydan mana. Qayerda? Qayerdasiz? Ha, berdingizmi? Ha, baraka tamom. Baland 50. Sudra qilmang. Moshda qolganda bir mashina shunga sotiladi. O'zi oz qopti o'zi. Bering aka. Ha? 100 ming qoldimi? 100 ming. Bo'lsa oldi. 5 million 100 ming savdosi bo'lyapti. 5 million 200 ming bo'lsa o deyapti aka mana. Boysun baraka. Mana. Boysun baraka deb olasiz. Aka bering akaga. 100 ming qopti o'zi. Hozir kun kelma, normal aytdim. Oldi jazmaniga bering oldi. Bering akaga. 100 yaqin baraka topadi. Ketdimi aka? Nech pulga? 5 million 150 ming so'mga mana baraka bo'ldi mana. 10 ming o'tasam. Egiz qo'ydi bolasi ekan, o'zi ham egiz qo'ygan o'xshab, qorni katta ekan. Barnida bo'ladi ko'jam. O'tdimang endi. Aka qo'zilar nech bo'lyapti? Abay 9 million 700 bo'lyapti uchovi. O'shalasi 9 million 700 ming bo'ldimi? 3 ta qo'chqor qo'zi 9 million 700 ming savdosi bo'ldi. Siz nech pul baho qo'yapsiz aka? 3 million 600 dan. 3 million 600 ming so'mdan narx aytilgan ekan. O uloqlar nech pul bo'lyapti?
Ana ikkalasi 1 million so'mdan savdosi bo'ldi mana. Bu Qo'shqor qo'zidan ishi bo'lyapti. Aka. 4 million 700 ming beradi. Bunisi 4 million 700 ming so'm bo'ldimi? Bunisi-chi? Bunisi 4,5 million. 4 million 500 mingga 4 million 700 ming savdosi bo'ldi. Siz nech pul deyapsiz aka? Nech pul baho qo'yapsiz? 5 million so'm baho qo'yayotgan ekan. Shu bo'ldi aka bu qo'zi. 3 million 100 ming so'm savdosi bo'ldi. Siz nech pul deyapsiz aka? 3 million 500 ming aytilayotgan ekan. Qo'shqor qo'zi mana. Bu qo'ylar nech pul savdo bo'lyapti ekan? 5 million 100. Qaysi birini? Mana shu qo'ydi 5 million 100 ga bermayapti. Mana shu 5 million 100 ming so'mga berilmayotgan ekan. Savdosi bo'lib turibdi hozir. Siz 6 million dedingizmi aka? 6 million so'mdan narx aytilayotgan ekan mana. Sog'liq qo'ylarga. Aka telefon nomeri aytamizmi qo'ylarga? Telefon ishlatmayman. Aka telefon ishlatmas ekanlar. Cho'pon odam Yosh qo'ylar mana. Oysun bor aka. Eshomon nech pul bersin deyapsiz siz? 52. Ana shu qo'ydi 52 million beryapti, 5,5 million oldi. Bittasi 5 million 200 ming so'ralayotgan ekan. 5,5 bo'lsa o deyapti aka. Shu bo'lyapti aka qo'zi. Ha, qo'zi 1450 ga so'rayapti. Biz 500 egasiga 1,5 beramiz. 550 ming qolsa bo'ldi. 1 million 450 ming so'rashyapti. Ha. 1,5 bo'lsa o dedingiz. 1,5 bo'lsa egasi oldi, biz 50 ming qo'yib sotyapmiz. Gap yo'q aka, barakasini bersin. Bular nech bo'lyapti? 3,5 dan. 3,5 dan savdosi bo'ldimi? Yo deyapsizmi? Bittasi savdo bo'ldi. Qizilmi? 3 million 500 ming so'm mana qizil tobal savdo bo'ldi. Aka echki nech bo'lyapti aka? Echkini 1,5 deyapmiz. Savdo bo'lmadi. 1 million 500 ming aytilayotgan ekan, savdosi bo'lmabdi. Aka, qari echkimi? Qari tishi sal katilgan echkilar ekan. Eshon bobo, savdosini pishirishga kutib turgan ekanda. Ha, buyurmaydi bo'ldi. Ana. Nechi bo'lsa oldi? 4,5 million dedim, aytilishi. Endi menga 4,5 degan sal haq berish kerak. 4,5 degan bilan dedi 3,5. Gap eshitib, 30 kilo yukni pulini Siz nech pul so'rayapsiz? Aka, siz nech pul so'rayapsiz? 3 million 300 so'rayapman aka. 3 million 300 ming so'm so'rayapman akamiz. Siz nech pul bo'lsa o deyapsiz? So'ray beradi-da, buni beradiganini dedi. Qamat. Qilmaydi-ku buni. 34. Olganam bunday bir joylanaman. Onam baraka topsin. Teri jomil bor. Bir qo'yib dedim, bitib ketdi demayman. Bering akaga. To'g'rimi? Aka bermish. YouTube'ga chiqyapti. Aytmayman. Muncha vaqtdan YouTube'ga chiqyapti. Ha. Shuni ayting. 50 to'laysiz. Kim 50 to'laysiz? Ay YouTube'ga pul mayli shularga. Bering. O'zimiz. Ha. YouTube muncha vaqtga. Bermadingizlar aka, 3 million 300 ming so'mga berilmadi mana. Qaysi? Mana shu to'bal. Mana shu qo'y. Mana qo'y. Qaysi? Mana shu qo'y. Qo'y dehqonchilikmi? Dehqonchilik uydan kelgan, boqilib yotibdi. 2 million 700 ga berilmadi. Nech pul bo'lsa o dedingiz? 3 bo'lsa oldinsa bo'lmayapti. Nima? Eshonbon telefon nomerini qo'ying Eshonbon. 3 million bo'lsa beraman degan ekan. Nomeringizni ayting. 95 Telefon nomeri 95 lik 520 520 Buni izi ko'ppa o'zi. 54 44. Boshi ham shu, oxiri ham shu boz bo'rdaqim chiqadi. Yo'q e? Siz bo'lmasa telefon nomeri qo'ymaydi bo'lmasa bunga. Uni qo'yib ber. Mana Boysundan Rossiyaga salom yo'llamoqchi ekanman. Bolalar mana. Assalomu alaykum. Kimga salom endi? Abram aka. Gap yo'q. Nech pul bo'lib qoldi bu qo'y? 200. 4 million 200 savdosi bo'ldimi? Sen nech pul deyapsan? 4 million 500 ming so'm baho qo'yayotgan ekan, 4 million 200 ming so'm savdosi bo'pti. Bu nech tuqqan qo'y bu? Bo'g'ozmi?
Ha, 3 marta tuqqan ekan. Molodets gal yo'q. G'ayrat qil.